6 yil bo'lyapti-da, tuzuk bo'lib qolaman. Shu Zarifga o'g'ilchaman. Mana shu Hatice opamni jiyanlari bo'laman. Men uchun o'z tug'ishgan opamdek bo'lib qoldi. Bu insonni farzandlari 6 yildan shoqqa olib bormagan joylari, ko'rsatmagan joylari qolmadi. Oxiri shu operatsiyaga taqaldi. Endi bu operatsiyaga ketadigan mablag' bularda yo'q ekan. Xalqdan, mana shu vatandoshlarimizdan iltimos qilib yordam so'raymiz. Iltimos sizlardan qo'lingdan kelganicha yordam beringlar. Shu opam yashash uchun qo'lingdan kelganicha, qo'lingdan kelsa 5 ming kilam, 10 ming kilam yordam beringlar. Qo'lingdan kelmaganlar iltimos duoda bo'linglar. Shu onamiz ham hayotda yashasin, mana shu farzandlarini rohatini ko'rsin. Videoni birinchi o'rinda imkon bo'lsa tarqatishga yordam beringlar. Bu ham bir savob. Bu ham shu ishni boshlangan ish tugashiga bir sabab. Yaxshi narsada shu videoni tarqalishi, qaysidir ma'noda shu oilaga manfaatli bo'lishi uchun siz ham harakat qiling. Xudo xolasa hammasini uddalaymiz.